Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Ekranımızğa xoş gəldinizlər. 24 oktyabrdan 28 oktyabrgacha Bosniya Hersegovinaning poytaxti Sarayevoda o'tkazilgan Dünya Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik umum vakillar saylimida Zumratay Erkin yuqur ovoz bilan Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi bo'lib saylangan edi. Zumratay Erkin ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur da'vosi navbatda duch kelayotgan xiristlar va qurultayning kelgusi haqidagi qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Tövəndə diqqətinizlər söhbətimizin təfsilatı bolsun. Rəhmət, vaxt ayırıb bizdən söhbət ötkəzgənligingizə. Aldı bilan sizinki Dünya Uyğur Qurultayının ikinci qarar muavin prezidenti olub saylanğanlığınızı təbriklayırıq. Başda bir sual kalam kelyapti. Qarsaq Uyğurlarningki chet eldagi bu fəaliyyətçilik işlərdə köpünçə hallarda çoğ yaşdakı yoki o'rta yosh atrofidagi erlar jiq o'rinda tutib keldi. Ayollarninki chiroyini anchaki ko'p ko'rgilolmaydi endi. Lekin siz o'tganki bir necha yildan buyon bu da'voning sepida ko'rinib turibsiz, xalqaro sahnadagi qo'lga keltirgan natijalaringizni ko'rib turibdi bizning ang'ushlarimiz, Uyg'ur jamoatimiz. Shu jarayonda nurg'un tajribalarni egallagan bo'lishingiz mumkin. Bu oson bir ish emasligini cho'qim his qildingiz. Shundoq turibmi, siz nima uchun bu yo'lni yoki prezidentlikka bir o'zimni ko'rsatmay deb o'ylashdingiz? Aldı bilan ko'pdan ko'p rahmat programma taklif qilganingiz uchun. Albatta bu Uyg'ur da'vo qilish oson ish emas. Bo'libmi Uyg'ur ayollar uchun, yosh xonim qizlar uchun. Men bu da'voga kirgili sizgandek 5 yil bo'ldi. 5 yilning ichida nurg'unlagan qiyinchiliklarga duch keldim. Bo'libmi shu yaqin vaqtlarda 8 qurultay bayonot berilgandan keyin ham mening muavin raislikka kandidat qilganligimdan tortib nurg'unlagan hujumlarga uchragan bo'ldim. Tordan bo'lsin, boshqa yerlardan bo'lsin. Bu ayol kishi qiz o'g'lim uchun uchragan hujumlar bo'ldi. Endi nimishga desak, bu mening endi ümidim hargiz yosh xonim qizlarning xonim qiz bo'lgani uchun yo'llar to'silib kelishini hargiz xohlamayman va shunga yo'l ichib berish bo'lsinmi, shunga tirishdim. Bu ham mening shu dunyoga va bizning Uyg'urlarga bildirganim bor. Yosh xonim qizlar bo'lib siyosatdan yoki boshqa maydonlardan chetga qiqilib qolganimiz yo'q. Xohlasak qilamiz. Albatta nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchrasak-mı buningdan Bununla boş dursak bo'lmaydi, chunki bizning bir ovozimiz bor. Bu ovoz muhim. Bo'libmi hozirgi vaziyat, dunyoning vaziyatida ayollarning o'ynagan roli. Bizning Uyg'urda qarasakmi, yaqin yillarda shu oldidagi sapda turgan aktivist faoliyatchilar bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, nurg'un ayol jangovar ayollarimiz bor. Tunugimmi sahnada nurg'unlagan tashkilot, Uyg'ur tashkilotlarining raislari chiqdi. Buning ichida nurg'unlagan ichida ayollar aldı sapda turib shu jangni qilyotdi. Shunga mening ümidim endi bo'libmi yoshlar qarta va xonim qizlar qarta bizningmi aktiv shu siyosiy aldı sapdagi siyosiy rol bir bizga bir o'rin berilganligini isbotlash. Rahmat. Siz albatta 5 yil jarayonida ko'plagan tajribalarni to'pladingiz. Yana bu o'ringa shunchalik bir ziddiyat va qarshilik ichida ham shaxsiy hujumlar ichida yanlam o'rin o'zingizni ko'rsatganligingiz fidokorlikdanmi derak berdi deb o'ylayman men. Qanday bir yangiliklarni o'xshamaydigan bir rahbarlik andisini tunishtirishni o'ylayapsiz? Oldimizgi 3 yilda endi albatta hozir kelgusi qilayotgan xizmatlarni davomlashtirish. Bundan sirt yana shu ayollarning ovozini texmo yaxshi anglatish. Bizning albatta bundan burun 7 qurultayda men ayollar komitesining mudir bo'lib saylangan edim. Uning shu jarayonda shu diasporadagi Uyg'ur ayollar bilan do'stlik guruhini qurib, bizning billa bir sapda hamkorlashib ayollar, Uyg'ur ayollarning ovozini olishga tirishgan edim. Buni texmo hozir saylangan bizning ayollar komissiyasi mudirimiz Baxtnisa xonim bilan mushuni elib berish va bizning ijro komiteti raisimiz Ro'shan Abbas xonim bilan shu da'voga ayollarning sonini ko'paytirish bo'libmi muhim
rollarda bo'lgan ayollarning sonini ko'paytirish, undan sirt yana bizning davarimizni texnik xalqaralashtirish. Masalan, shu yaqinlarda bizmi nurg'ulg'an davlatlarga berib keldik. Bu davlatlar qarasak, g'arbdagi davlatlar emas. Yangi masalan musulmon davlatlar bo'lsin, Afrika davlatlar bo'lsin, Latin Amerika bo'lsin, shu davlatlarga berib Uyg'ur davosini texmo yaxshi anglatish, chunki bu davlatlarda Xitoyning kuchi va besimi nurg'ulg'an yerlarda ko'rinyapti va besimi jiq bo'lg'achqa Uyg'ur davosi yaxshi tunilmagan. Shunga buning texmo ahamiyat berib xalqaro tashkilotlar bilan birga mush ishni qilishga tirishishman. Bayam dediniz ayollarning nimasini, davo sepidagi ayollarning sonini ko'paytmoqchi deb. Buningdagi konkretni maqsadingiz nima uchun ayollarningki davo sepidagi ayollarning sonini ko'paytirishni o'ylab qoldingiz? Chunki bir qancha yilning yog'i xalqaro tashkilotlar bilan ishlagan yog'i bizga bir qancha fikrlarni tushgan bo'ldi. Masalan, bu shu Uyg'ur davosida siyosatda Uyg'ur ayollarning sonining ozligini bizga bildirganlar bo'ldi. Albatta birisiga davo qilishni zo'rlab qilib bo'lmaydi, lekin bizmi har qanday qo'limizdan kelgancha sharoitning bo'lishicha ayollarga bo'lib yosh xonim qizlarga fursatlarni yaratib berishimiz kerak. Endi dunyo quruldi bu masalaga endi ko'ngil bo'lganligi uchun bo'libmi sobiq rais To'lqin Iso apandimning ostida ayollarga bo'lib yoshlarga jiqroq fursat berganligi uchun yoshlar dunyo quruldi qo'shilgan bo'ldi. Endi bundan texnik ehtiyot qilgan, chunki bizni hozir butun dunyodan kuzatyapti. Biz hozir bu Uyg'ur masala faqat bizning Uyg'urlarning ichidagi masala emas, butun xalqaroda biz nurg'ulg'an yerlarda xalqaro tashkilotlar bilan, davlatlar bilan, davlat arboblari bilan, diplomat, o'xshamagan odamlar bilan ishlayotgancha bularning bunday ko'rinishda, tashqi ko'rinishda biz Uyg'ur ayollarning aktiv rol o'ynaydiganligi faqat zalni to'ldirishlar emas, aktiv oldidagi sabda siyosiy qarorlar ilish uchun yoki tashkilot qarorlari mushlarning ichida aktiv rol o'ynaydiganligini ko'rsatishimiz kerak va bularga o'rinning ajratganligimizni bildirishimiz kerak va bularning bexatarlik o'zini bexatarlik his qilganligini bildirishimiz kerak. Rahmat sizga. Endi siz shu jarayonida bugundan boshlandi-da sizningki bu muavin prezidentligingiz, sizning tajribangiz bo'yicha aytgan vaqtida siz tunjulab qaysi ishni qilsam eng yaxshi bo'ladi deb o'yladingiz? Tunji bo'lib shu o'zimizning mexanizmlarimizni kuchlantirib, o'zimizning ichidagi ishlayotgan rahbarlarning mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, hammamizning bexatar shaklda nurg'ulg'an hozir hammamiz takliflarga uchrayapmiz. Mush takliflarga qanday javob beramiz? O'zimizni qanday qo'llaymiz? Dunyolar qurultiyini qanday qo'llaymiz? Obrazimizni qanday qo'llaymiz va sharoitlarni qanday bizning rahbarlarga emas, bizning vakillarimiz bor. Vakillarimizga tortib boshqa davoning ichidagi insonlarga qanday yaxshi fursatlarni yaratib beramiz degan shu birinchi masala muhim deb o'ylayman. Vatanda sizdan tang yoshda xo'rlanayotgan, azob tortayotgan yoki har xil yo'llar bilan o'zining hayotini qamdashtirishayotgan yoki bo'lmasa natija qozongan yoki natija qozonmagan bir ayollar bo'lishi mumkin. Shu xonim qizlarga nimalar degingiz keldi shu daqiqada turibsizning? Men bu masalani jiq o'ylayman. Men agar hozir vatanda bo'lib qolgan bo'lsam, qanday kunlarga uchratdim. Hozirgi bizning Uyg'ur xonim qizlarimiz, cho'nglarimiz qanday zulmlarni chekyapti deb o'ylayman. Shunga mencha ularning shu qiyinchiliklarda shu chet eldagi Uyg'urlardan nurg'ulg'an kutgan narsasi bor va ularning umidlarini biz yerga qo'ymaslikka tirishimiz kerak va men qo'limdan kelgancha fidokorlik qilaman. Chunki Uyg'urlarning u yerda ovozini chiqaramaydi. Shunga u mas'uliyat bizda. Shunga mencha shu butun diasporadagi Uyg'urlar bizning vatanimizdagi Uyg'urlar bo'lib, hozirgi masalan ayollar bo'lsin, men bulay hammamiz shularning nomida shularga vakolatan biz ovozini anglatishimiz kerak. Rahmat sizga.